Assalomu alaykum YouTube kanalimiz obunachilari. Navbatdagi ishimizni o'rnatdik. Bu ishimiz Andijon viloyati Sharxon tumaniga o'rnatganmiz. Akfay Karishneviga qo'yib berdik. 4 ta oraliq veranda. Oynalar, romlardagi 1 qavat, eshikdagi 2 qavat shartlangan gullar to'qib berdik. Podg'onlar bilan qo'ygan. Jo'bchalar zo'r bo'lsa balkon ruchkalar qo'yganmiz. Ichkari ko'rinishi ozgina qorong'u chiqqani uchun yaxshi ko'rinmayapti. Romlar ichra ko'p ispanitlar qo'yib berganmiz. Tevadan bitta porchkasi bor buni. Oldin ko'rsatib o'tgan ishim do'konda ko'rgan ko'rsatganman. Podg'onga tushgan. Ustilar ichkari taraflarni o'rab berdik. İçkar tarafı endeftor oldu, tashqar taraflar arka fonda. Juda ham chiroyli chiqqan. Bolalar aynalarni solishyapti. Bu tarafga eshikli yo'lga talab berib bo'lmagan. Qorong'i tushmasdan oldin obzorga olay dedim. Arka fonlar bilan zo'r o'ralgan. Sahlarini ko'rishingiz mumkin. Juda ham chiroyli bo'ldi. Sharxonda gullar bilan bo'yarimiz. Jami summasi 17 million so'mga tushdi. Ustilar ichkari tarafi o'ralishlari bilan, podg'onlar bilan. Kimga shunday akfay kerak bo'lsa 91 487 13 37 nomerlarimizga aloqa chiqarasizlar. Vaqti bo'ylab dastlabki o'rnatib berishlar ichida.